Xo'p, muhim ayol qizlar, navbatdagi razbor audio murojaatini o'qiyman. Assalomu alaykum. Yoshim 22da, ikkita farzandim bor. Erim tuhmat bilan qamalib qoldilar. 10 oy bo'ldi. Sudlari bo'lishi kerak bo'lmayapti. 15 kundan beri bugun bo'ladi, erta bo'ladi mujmal. Bu yoqda oyiga 11 million kreditimiz bor. O'zim dadam to'layaptilar. Sababi men bilan ayamni nomlariga olingan kredit. Ota-onam bilan munosabatlarimiz yaxshi, o'tmishda muammo yo'q, ibodatlarim bor. Bu vaziyatni yashab berish kerak bilaman. Lekin zavjim juda ham qiynalib ketdilar qamoqda. Bu yoqda dadam kredit to'lab, 3 ta akasiga. Akasining ahvoli qiziq emas. Nima qilishni maslahat berasiz? Nima qilsam, nimani anglasam vaziyatim o'zgaradi. Yaxshi, juda ham o'zimni qiziqtirgan vaziyat bo'ldi. Rostini aytsam, shaxsiy konsultatsiyada detalni razbor qilsak, bu yana ham tushunarli va hissiyotlari chiqariladi. Hozir bu SMSda informatsiya bor, to'liq informatsiya bor, lekin hissiyot yo'q. Men shuni bilishni xohlardimki, har bitta konsultatsiyada birinchi o'rinda men beradigan savolim, ushbu vaziyatda kim eng ko'p qiynalyapti deyman. Mana shu savolga o'zingizga javob berib ko'ring. Vaziyatda eng ko'p og'riq ko'rayotgan, eng ko'p qiynalayotgan, eng ko'p siqilayotgan inson tarbiyalanayotgan bo'ladi Alloh tomonidan. Aslida shu insonni tarbiyalash uchun uni sinovi bo'lib kelgan bo'ladi. Qolganlar yon atrofdagilar ham qiynaladi. Masalan, siz, oila a'zolaringiz. Lekin qolgan odamlar o'zini o'sha darsini, qismini olish uchun qiynalishi mumkin. Masalan, men bu situatsiyada ko'rgan nosog'lom narsa, Alloh bilguvchi, lekin meni ko'zimga ko'rgan nosog'lom narsa, turmush o'rtog'iga sizni men endi qavm deb aytaman, qavmlar bor, ayol kishini qavmi, oilasi hisoblanadi, qoni erkak kishini. Ayol kishi aslida erkak kishiga moliyaviy yordam berish kerak emas va bu yerda ayol kishini qoni tarafdan mana shu kredit olinganini hisobiga erkak kishiga yordam berilgan. Lekin birinchi o'rinda aytardimki, na o'zingizni, na boshqalarni, hech kimni bu vaziyatda ayblamasligingizni. Bu yerda ayblash befoyda, faqatgina sababni qidirish kerak, ildizni. Qayerdan keldi, kimni tarbiyalash uchun keldi bu vaziyat va yechim qayerda bo'lishi mumkin va siz o'zingiz bu vaziyatda nima hikmatni anglab o'tib ketishingiz kerak. Ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Biz og'rinamiz u vaziyatda, lekin bizani tarbiyalash uchun kelmagan bo'ladi. Biz o'z tarbiya qismimizni dozasini olamiz, lekin qolganiga shunchaki yashab berib sabr qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki u vaziyat biz uchun kelmagan, boshqalar uchun, yon atrofimizdagi yaqinlarimiz uchun kelgan va shunchaki ular uchun duoda bo'lishimiz kerak. Bu yerda ko'proq mana sizning turmush o'rtog'ingiz va adezlar qiynalayotgan bo'lishlari mumkin. Nimaga? Chunki bu ikki insonni o'zini qanaqadir nosog'lom munosabat shakllanib qolgan. Ya'ni sizning turmush o'rtog'ingiz, oiladagi erkak kishi o'zi aslida finansiy muammolarini o'zi hal qilish kerak. O'zi aslida uni progressi uchun kelgan bu finansiy qiyinchiliklar va unga yordam bergan odamlar unga qo'shilishib qiynaladi. Nimaga? Chunki u Allohning territoriyasi. Aslida yordam insonlardan emas, Allohdan so'ralishi kerak. Va biz Allohning territoriyasiga aralashib, erkak kishiga ayol yordam berib qo'ysa, yana kimdir yordam berishi kerak bo'lmagan odamlar yordam berib qo'ysa, ana o'sha insonlar keyin aziyat chekishni boshlaydi. Shu yerda o'tgan ishga salovat etib, shunchaki duoda bo'lishingizni tavsiya qilardim. Hozir bu yozilgan murojaatda men faqat mana shu narsalarni ayta olaman. Yana ham batafsilroq agar hissiyotlarni hozir hissiyotlar bo'yicha menda ma'lumot bo'lganda, yana bir qanaqadir sabablarni va yechimlarni aniqlashimiz mumkin edi. Shuning uchun birinchi o'rinda bugun o'zingiz bilan dialog o'rnating. Men nimani anglashim kerak va kim bu vaziyatda eng ko'p siqilyapti? Meni darsimni dozasi nima, hikmatni dozasi nima bu vaziyatda va qaysi xatolarimni boshqa takrorlamasligim kerak. Yana bitta narsa sezdim. Erkak kishilarga rahm bor. Bu murojaatda turmush o'rtoqqa, otaga nisbatan rahm bor. Har doim ayollar erkak kishiga kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'g'lingizmi, kuyovingizmi, eringizmi, akangizmi, ukangizmi, otangizmi rahm uyg'ondimi, bilingki, Rahmon va Rahim bitta. Biz emasmiz rahm qiladigan, biz emas. Biz nozik xilqat, bizga shafqat ko'rsatilishi kerak. Agar siz rahm qilishni boshladingizmi erkak kishiga, siz yoki Allohning territoriyasiga yoki erkak kishining territoriyasiga tahdid qilibsiz. Chunki rahm shafqat ayolga xos emas. Ayolga mehr xos, mehr, muhabbat, muruvvat, zabota, lekin rahm
Bu qaysidir ma'noda kibrdan, qaysidir ma'noda erkaklik ongida, ya'ni erkak kishiga ishonchsizlikdan, u bu vaziyatdan chiqa olishi, bu uni progressga olib kelishiga va eng asosiysi uni o'zini Alloh bilan munosabati bor, uni xudosi bor. Xuddiki biz qanaqa ishonsak, qanaqa duo qilsak, qanaqa so'rasak, qanaqa gaplashsak, ularni ham shunaqa imkoniyati bor va albatta ular o'zini muammosini Alloh bilan o'zi hal qilishi kerak. Biz aralashib qo'yganimizda stradать qilishni, ya'ni siqilishni biz boshlaymiz. Shuning uchun o'z holiga qo'yish kerak. Bu dunyoda ayniqsa finansiy problemaga tushmaydigan erkak zoti yo'q. Erkak kishi kelibdiki, progress uchun обязательно qiyinchilikdan o'tish kerak. Men har doim bitta gapni qaytaraman. Erkak kishi qiyinchilik ko'rmasa, u erkak emas. Haqiqiy erkak qiyin vaziyatda shakllanadi. Shuning uchun ayol kishi o'sha vaziyatda shunchaki o'z holiga qo'yib, moralniy поддержкада bo'lib, ishonib, sevishdan to'xtamasdan, sabr qilib, duoda bo'lib, boriga shukr keltirib yashab berishi kerak.